Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizni shu qadar muhim ma'lumot kutmoqdaki, u har bir nafaqaxo'rga, shuningdek ularning farzandlari va yaqinlariga to'g'ridan-to'g'ri taalluqlidir. Afsuski, ko'pchiligingiz bilmagan holda sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'layotganingizni tasavvur qila olasizmi? Yoki eng yomoni, may oyida nafaqa to'lovlari to'xtab qolishi mumkinligini-chi? Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki aniq bir harakatga chorlovdir. Chunki ba'zi qo'shimcha to'lovlar sizning arizangizsiz berilmaydi. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilmasangiz, moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hattoki oyiga 100 minglab so'm puldan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borishiga va ularni ogohlantirishga yordam beradi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Avvallar nafaqalar tizimi nisbatan sodda edi. Asosiy nafaqa to'lovlari sizning mehnat stajingiz va o'rtacha ish haqingiz asosida avtomatik ravishda hisoblanib, har oy bank kartangizga yoki pochta orqali yetkazib berilardi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar agar hayotida katta o'zgarish bo'lmasa, nafaqa fondiga murojaat qilish zaruriyatini sezmasdi. Qo'shimcha to'lovlar kamdan-kam hollarda yoki juda aniq belgilangan holatlarda, masalan, harbiy xizmatchilar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun avtomatik tarzda qo'shilib borardi. Biroq bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi yanada murakkablashdi. U ko'proq maqsadli yordam turlarini o'z ichiga oldi va har bir nafaqaxo'rning individual ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan. Bu bir tomondan yaxshi, chunki ko'proq odamlar qo'shimcha yordam olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ammo boshqa tomondan bu tizimning shaffofligi pasaydi va ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan imkoniyatlardan bexabar qolmoqdalar. Hozirgi kunda aksariyat qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va imtiyozlar avtomatik tarzda hisoblanmaydi. Buning uchun sizdan faol harakat, ya'ni ariza topshirish va ba'zi hollarda tegishli hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha bu haqda bilmaydilar yoki jarayonning murakkabligidan qo'rqib murojaat qilishni kechiktiradilar. Natijada ular har oy o'z oilaviy byudjetlariga sezilarli darajada yordam berishi mumkin bo'lgan pullardan mahrum bo'ladilar. Birinchi asosiy muammo shundaki, qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish kerakligini bilish muhim. Bu qanday qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin? Ularning turlari ko'p. Masalan, uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha to'lovlar, qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari uchun to'lovlar, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar, ayrim hududlarda yashaydiganlar uchun hududiy imtiyozlar, nogironlik bilan bog'liq bo'lgan ba'zi maxsus to'lovlar, hatto yashash sharoitini yaxshilashga qaratilgan yordamlar ham shular jumlasidandir. Bu to'lovlar har bir nafaqaxo'rga berilmaydi, balki muayyan mezonlarga javob beradiganlarga taqdim etiladi. Kim tashvishlanishi kerak? Asosan faqat bazaviy pensiyani olib kelayotganlar. Ya'ni umuman hech qanday qo'shimcha to'lovlarsiz nafaqa olayotganlar. Shuningdek, so'nggi yillarda o'z huquqlarini ko'rib chiqmaganlar, oilaviy ahvoli o'zgarganlar, masalan, yangi qaramog'idagi shaxs paydo bo'lgan, oila a'zosi nogironlik olgan, sog'lig'i yomonlashganlar, yashash joyini o'zgartirganlar yoki shunchaki mahalliy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari haqida bexabar bo'lganlar. Agar siz yuqorida sanalgan toifalardan biriga kirsangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan mablag'ni boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Kimlar nisbatan kamroq tashvishlanishi mumkin. Nafaqaga chiqqandan beri barcha hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirgan. Har yili o'z huquqlarini pensiya jamg'armasida tekshirib turadigan va allaqachon bir nechta aniq belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olib kelayotganlar. Ammo hatto bunday holatda ham barcha yangiliklardan xabardor bo'lish ortiqchalik qilmaydi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik, chunki aynan mana shunday misollar vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol. Uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha to'lov. Omon buva 75 yoshda qishloqda yashaydi. Uning 25 yillik mehnat staji bor, kolxozda uzoq yillar gallachilik bilan shug'ullangan. Hujjatlari tartibli. Lekin u hech qachon uzoq staji uchun alohida ariza bermagan. U har doim nafaqa avtomatik tarzda stajiga qarab hisoblanadi deb o'ylagan. Omon buva o'z mehnat stajiga qarab to'lanadigan asosiy nafaqasini olardi. Ammo u bilmas ediki, ba'zi hududlarda yoki ma'lum bir staj muddatidan oshganlar uchun
masalan 60 yildan ortiq stajga ega bo'lganlar uchun qo'shimcha to'lovlar mavjud. Omon buva bu haqda bilmagani uchun so'nggi 5 yil davomida oyga o'rtacha 70 milyon so'm qo'shimcha mablag'ni olmagan. Bu yilda 600 ming so'm, 5 yilda esa jami 30 milyon so'm degani. Tasavvur qiling, bu pul Omon buvaga qanchalik yordam berishi mumkin edi. Bu to'lovlar avtomatik tarzda berilmasligi mumkin. Chunki hududiy qonunchilikda uning statusini yoki stajini tasdiqlash uchun maxsus ariza va hujjatlar talab etilishi mumkin. Ikkinchi misol, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya. Dilfuza aya takvim yoshda shaharda yolg'iz yashaydi. Uning nafaqasi nisbatan kam bo'lganligi sababli har oy kommunal to'lovlar uchun katta miqdorda pul sarflaydi. Uning nafaqasi asosiy ehtiyojlarga zo'rg'a yetadi. U bu to'lovlar uchun qandaydir kompensatsiya olishi mumkinligini eshitgan, lekin kimga murojaat qilishni bilmaydi. Ba'zi kam ta'minlangan yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar yoki kompensatsiyalar mavjud. Agar Dilfuza aya o'z mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib tegishli ariza berganida har oy 70 ming so'mdan 100 ming so'mgacha mablag'ni iqtisod qilishi mumkin edi. Bu yilda qariyb 200 ming so'mdan 200 ming so'mgacha mablag'ni uning cho'ntagida qolishi degani. Bunday imtiyozlar odatda oilaviy ahvol daromad darajasi va yashash sharoitini tasdiqlash uchun ariza talab qiladi. Uchinchi misol. Qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lov. G'ani aka 68 yoshda nogironligi bor 10 yoshli nabirasiga qaraydi. Nabirasi ota-onasidan erta mahrum bo'lgan. G'ani aka uni qonuniy vasiylikda saqlaydi. U nafaqa olayotganda nabirasiga qarayotgani uchun qo'shimcha pul olishi mumkinligi xayoliga ham kelmagan. U faqat o'z nafaqasini olib, nabirasini boqish uchun qo'shimcha daromad topishga harakat qilardi. Ammo qonunchilikda qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, masalan, voyaga yetmagan nabiralar yoki nogiron farzandlar bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar mavjud. G'ani aka, agar tegishli hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida har oy 120 ming so'mgacha qo'shimcha olishi mumkin edi. Bu yiliga 1 milliard ming so'm degani. Bu to'lov shaxsning qaramog'ida bo'lganligini tasdiqlovchi hujjatlar va vasiylik hujjatlari asosida beriladi. Ya'ni ariza shart. Bu misollar nafaqaxo'rlar o'z huquqlarini bilmasdan qancha mablag'ni boy berayotganliklarini aniq ko'rsatib turibdi. Endi esa may oyidagi nafaqa to'lovlari bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qarataylik. Nima uchun may oyida nafaqaxo'rlar to'lovsiz qolishi mumkin? Bu juda jiddiy ogohlantirish va uning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Yillik tekshiruvlar, ko'plab ijtimoiy imtiyozlar va hatto standart nafaqa komponentlari har yili tekshiruvdan o'tadi. Agar pensiya jamg'armasi ma'lum bir muddatgacha, masalan, aprel oxirigacha yangilangan hujjatlar yoki tasdiqnomalarni talab qilsa va ular taqdim etilmasa, may oyi to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli. Ular har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik muddatini uzaytirishlari kerak. Agar muddat o'tgan bo'lsa, nafaqa to'xtaydi. Keyin bank hisob raqamlari o'zgarishi, agar nafaqaxo'r yaqinda o'z bankini yoki karta ma'lumotlarini o'zgartirgan bo'lsa-yu, pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilmagan bo'lsa yoki bank tizimida integratsiya bilan bog'liq texnik nosozlik yuzaga kelgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Qonunchilik yoki qoidalardagi o'zgarishlar, yangi farmon yoki qonun kuchga kirishi, to'lov tartibini, huquqqa ega bo'lish mezonlarini o'zgartirishi yoki ayrim toifadagi shaxslar uchun qayta ro'yxatdan o'tishini talab qilishi mumkin. Masalan, ayrim qo'shimcha to'lovlar uchun avval ariza talab qilinmagan bo'lsa, endi talab qilinishi mumkin. 4. Hayotda borlikni tasdiqlash. Ba'zi mamlakatlarda chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar yoki maxsus maqomga ega shaxslar o'zlarining tirik ekanliklarini davriy ravishda tasdiqlashlari talab qilinadi. Garchi O'zbekistonda bu unchalik keng tarqalmagan bo'lsa-da, ba'zi maxsus holatlarda bu talab qilinishi mumkin. 5 qarzlar yoki ijro hujjatlari. Kamdan kam hollarda agar sud qarori bilan qarz undirilishi kerak bo'lsa, nafaqaning bir qismi yoki butun miqdori ushlab qolinishi mumkin. Bu haqda nafaqaxo'rga oldindan xabar berishi shart. Lekin ba'zan bu xabarnomalar yetib bormay qolishi mumkin. 6. Texnik muammolar. Pensiya jamg'armasi yoki banklardagi tizim nosozliklari. To'lovlarni qayta ishlashdagi kechikishlar yoki inson omili sababli yuzaga keladigan xatolar ham to'lovlar kechikishiga sabab bo'lishi mumkin.
may oyidagi to'lovsizlikning oqibatlari nafaqaxo'rlar uchun jiddiy bo'lishi mumkin. Moliyaviy qiyinchiliklar, stress asosiy ehtiyojlar uchun to'lovlarni amalga oshira olmaslik, kommunal to'lovlar yoki kreditlar uchun jarimalarga duchor bo'lish ehtimoli. Endi esa istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Istisnolar, ba'zi asosiy nafaqa o'zgarishlari, masalan, inflyatsiya indeksatsiyasi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni davlat tomonidan nafaqalar oshirilganda. Buning uchun hech qanday ariza berish shart emas. Shuningdek, yangi nafaqaxo'rlar uchun dastlabki hisob-kitoblar odatda taqdim etilgan hujjatlardagi barcha ma'lumotlarni hisobga oladi. Muammo keyingi o'zgarishlar yoki kamroq ma'lum bo'lgan imtiyozlar bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Tuzoqlar men bilmagandim bahona emas. Qonunni bilmaslik, qonun talablarini bajarmaslikdan ozod etmaydi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z huquqlari haqida bexabar bo'lishlari sababli ularga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalana olmaydilar. Eski ma'lumotlarga tayanish. Qo'shnining 5 yil oldin olgan nafaqasi yoki imtiyozi haqidagi ma'lumot bugungi kunda dolzarb bo'lmasligi mumkin. Qonunlar va qoidalar doimiy ravishda o'zgarib turadi. Byurokratik charchoq. Ba'zi odamlar birinchi to'siqqa duch kelgandan keyin taslim bo'ladilar. Hujjat yig'ish, navbatda turish, ariza yozish ba'zida charchatishi mumkin. Lekin bu sizning haqqingiz uchun kurashishga arziydi. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ishonchsiz manbalardan eshitilgan ma'lumotlarga ishonish jiddiy xatolarga olib kelishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Keyinga surish. Keyinroq boraman yoki hozir vaqtim yo'q kabi fikrlar ko'pincha muhim muddatlarni o'tkazib yuborishga sabab bo'ladi va natijada pul yo'qotiladi. Noaniq nuanslar, hududiy va respublika miqyosidagi imtiyozlar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar faqat mahalliy darajada hokimiyat, mahalla fuqarolar yig'ini orqali mavjud bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi orqali emas. Masalan, mahalla orqali kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam. O'tgan davrlar uchun to'lovlarning muddatlari. Ba'zi imtiyozlarni faqat cheklangan muddatga, masalan, so'nggi 3 yil uchun orqaga qarab talab qilish mumkin. Shuning uchun kechiktirish pul yo'qotishiga olib keldi. Hujjatlarning amal qilish muddati. Ba'zi hujjatlar, masalan, nogironlik uchun tibbiy ma'lumotnomalar amal qilish muddatiga ega va ularni yangilash talab qilinadi. Muddatini o'tkazib yubormaslik muhim. Raqamlashtirish. Hukumat xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni qulaylik yaratishga qaratilgan bo'lsa-da, onlayn portallar, masalan, my.gov.uz bilan tanish bo'lmaganlar uchun to'siq bo'lishi mumkin. Lekin davlat xizmatlari markazlari bu borada yordam beradi. Oila tarkibidagi o'zgarishlar, nikoh ajalish, bola tug'ilishi, oila a'zosining vafot etishi kabi o'zgarishlar sizning imtiyozlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu haqda rasmiy ravishda xabar berish talab qilinadi. Endi esa eng muhim qism siz nima qilishingiz kerakligini batafsil tushuntiraman. Aniq ko'rsatmalar beraman. Bir qadam vaziyatingizni tahlil qiling. Avvalo, joriy nafaqa varaqchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Siz hozirda qanday to'lovlarni olyapsiz? Har bir punktni tushunasizmi? Nafaqaga chiqqaningizdan beri yoki so'nggi bir necha yilda hayotingizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Masalan, oila tarkibida yangi qaramog'idagi shaxs vafot etgan yaqinlar, sog'lig'ingizda nogironlik guruhining o'zgarishi, yangi kasalliklar, yashash joyingizda qishloqdan shaharga ko'chish, aksincha o'zgarishlar bo'ldimi? Statuslaringizni, yoshi, nogironligi, faxriylik maqomi, qaramog'idagi shaxslar soni, kam ta'minlanganlik, qishloq fuqarosi, ma'lum bir soha xodimi kabi asosda qanday qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlar mavjud bo'lishi mumkinligini ro'yxatini tuzing. 2 qadam ma'lumot to'plang. Faqat rasmiy manbalarga murojaat qiling. Bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, mahalla fuqarolar yig'inlari, davlat xizmatlari markazlari, DXM rasmiy hukumat saytlari, masalan, my.gov.uz yoki ishonch telefonlari bo'lishi mumkin. Aniqlik kiritish uchun quyidagi savollarni bering. Mening holatimda yoshingiz, stajingiz, oilaviy ahvolingizni aytib, qanday qo'shimcha to'lovlar mavjud? May oyidagi nafaqa to'lovlarimga oid qanday yangiliklar bor? Qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish tartibi qanday? Agar ma'lumot olishda qiyinchilikka duch kelsangiz, DXMga murojaat qiling, ular sizga yordam berishlari kerak. 3 qadam hujjatlarni tayyorlang. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: pasportingiz va nafaqa guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz yoki mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, qaramog'idagi shaxslarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnomalar.
nogironlikni tasdiqlovchi vrachlik mehnat ekspert komissiyasi VTEK xulosasi, mulkka egalik huquqi to'g'risidagi hujjatlar, kommunal to'lovlar uchun kvitansiyalar, kompensatsiyasi talab qilishda, bank hisob raqami ma'lumotlari, plastik kartangizning raqamlari, o'zingizning maxsus maqomingizga oid boshqa har qanday tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. 4 qadam ariza topshirish. Qayerga? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga, davlat xizmatlari markazlariga, DXM yoki agar imkoniyatingiz bo'lsa, MyTokov uz portali orqali onlayn tarzda murojaat qilishingiz mumkin. DXM eng qulay variant hisoblanadi. Chunki ular sizga hujjatlarni shakllantirishda va ariza yozishda yordam berishadi. Nima yozish kerak? Odatda ariza blankasi idorada yoki onlayn tarzda mavjud bo'ladi. Arizada qaysi turdagi qo'shimcha to'lov yoki imtiyozni talab qilayotganingizni va nima sababdan unga huquqli ekanligingizni aniq ko'rsating. Barcha tasdiqlovchi hujjatlarni arizaga ilova qiling. Eng muhimi, ariza topshirganingizda doimo uning qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat, masalan, muhr bosilgan nusxa ro'yxatga olish raqami, uni olishga harakat qiling. Bu kelajakda muammo yuzaga kelgan taqdirda sizning qo'lingizdagi isbot bo'ladi. 5 qadam. May oyi to'lovlari bo'yicha nazorat. Agar siz odatdagi sanada may nafaqangizni olmagan bo'lsangiz, darhol vahimaga tushmang. Lekin tezkorlik bilan harakat qiling. Birinchi navbatda bank hisobingizni yoki plastik kartangizdagi balansingizni tekshiring. Ba'zida kechikishlar texnik sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin va pul biroz kechroq tushishi mumkin. Ikkinchi navbatda pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga yoki mahalliy bo'limiga darhol murojaat qiling. Telefon raqamlarini pensiya jamg'armasi saytida yoki DXMda topishingiz mumkin. Sizdan pasport ma'lumotlaringiz va nafaqa guvohnomangiz raqamini aytish talab qilinishi mumkin. Aniqlik kiritish uchun quyidagi savolni bering. Mening may oyi nafaqa to'lovim nima sababdan kelmadi? Qanday muammo yuzaga kelgan? Agar sizdan qandaydir hujjatlarni topshirish so'ralsa, hech qanday kechiktirmasdan ularni topshirishga shoshiling. Har bir kun muhim bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi va sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishda, shuningdek, moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashda yordam beradi. Esda tutingki, sizning faol ishtirokingiz va axborotdan xabardorligingiz juda muhim. Qo'shimcha to'lovlarni kutib o'tirmang, ularni o'zingiz izlang. To'lov jadvallari va har qanday yangi talablar haqida hushyor bo'ling. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham bering. Har bir izohga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni oilangiz va do'stlaringiz bilan ham baham ko'ring, ayniqsa nafaqaxo'r bo'lgan yaqinlaringizga. Salomat bo'ling va o'zingizni asrang.